Akalar Chirchiqdan Captiva sotib oldik. Ko'rib turibsizlar, mana shu ikkita eshigi pachoq. Qaranglar. Sidirilib ketgan, bu yonidan jentra urgan akalar. Jentra mana shu Captivani dumalatib yuborgan va daraxtga tekkizib qo'ygan. Oldilari butun, mana bu yonlarini qaranglar. Eng strashniy, eng qiziq joyi mana shu akalar. Mana shu joyi bilan daraxtga tekkan, tomlarni ko'tarib yuborgan, lyuklar singan, airbag otmagan. Bu yonlarini ham ko'rib turibsizlar, sidirilib ketgan. Mashinamiz naqadu holatda zavat bo'lib turibdi akalar. 2015 3-4 qilingan Captiva, benzinda yurgan, lekin mana shu holatga kelib qolgan. Mashina o'ta go'zal. Egalari Chirchiqdan murojaat qildilar, sotamiz dedilar. Borib ko'rib sotib oldik. Akalar, bu mashinani olgan narximiz har doim sizlarga qiziq. 5000 AQSh dollarga olganmiz akalar. Mana shu Captiva arziydimi, yo'qmi, kommentariyada belgilab qoldiringlar. Va pachoq mashina topib bersanglar, 200 dollar chin yurakdan suyunchi bor akalar. Bemalol murojaat qilinglar. Qo'ni qo'shni, tanish bilishda chiqib qoladigan bo'lsa, begona qilmay qo'yaveringlar. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar.